Musofir oilasini kuzatayotgan hammaga assalomu alaykum. Qizlar qandaysizlar, tuzukmisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Voy har doim sizlarga videolar endi ko'p bo'ladi, videolar endi ko'p bo'ladi deymanda chiqara olmayman. Video shu O'shga uyga kelgandan beri o'zimdan oshirmayman, qo'lim bo'shamaydi. Shunaqa qilib mana uyni bir reys ko'rsatib qo'ydim. Eshikka gullarni olib chiqdik, rosa havolar isyapti. Umradan kelishasdi. Ukam bilan qaynam ashlarni kutib olgani taratila qilib uylarni yig'ishtirib degandek, tozalab degandek, Ovsinjonim bilan ashta qilib hamma yoqni yig'ishtirib tayyorlab o'tiribmiz. Shunaqa qilib ular magazinga maychuda qilgancha ketishdi. Mana qilib qillatib suyuq qilib qo'ydim tush kunigacha. Suyuqlarni qilib, keyin ishlarni qilib, shunaqa qilib mehmonlarni kutib oldik. Esalom umradan kelishib oldi. Shunaqa qilib bir kunimiz uni qil, bir kunimiz buni qil bilan o'tib ketdi. Mana ketishimizga ham oz qoldi. 3-4 kundan keyin ketamiz. Ishlarni qilib do'ndirib qo'yganimiz uchun yuringlar O'zbekistonga olib borib aylantirib kelamiz deyishdi. Aynimcha yaxshi dedikda. O'zbekistonga qarab ketdik. Kech o'tdik, o'zi soat 5 larda o'tdik. 2 damas bo'ldik. Keyin bog'iylarga bordik. Andijonga bordik. Andijonliklar salom devoringlar kommentariyda. Bu bog'larni atini bilmayman. Men ko'rsataman sizlar. Atini bilsanglar, tanisanglar, yozib ketinglar kommentariyga. Shunaqa qilib mana shu bog'ga keldik. Juda ham katta ekan, ishonsanglar. Keyin sal kechroq borganimiz uchunmi kachelilari ishlamayotdi ekan. Bitta ikkitasi ishlayotdi ekan, ishlayotganiga tushdi. Shunaqa qilib tugata olmadik. Juda katta ekan. Boshqalariga bormadik. Shu oldidaglar yurib qo'ydik. Bitta mana shunaqa poyezdmi nima ashaqasiga tushdi. Shunaqa qilib keyin bu bog'dan ham chiqdik. Yana o'zi qayerlari bor, yana O'zbekistonga borish niyat bor. Agar ketib qolmasak, xudo xolasa boramiz. O'zbekistondan kuzatayotgan hammaga salomlar. Shunaqa qilib men bu yerdan chiqib, qorin ochdi. Keyin nimaga bordik? Ovqatlangani cho'ntek degan bo'yin go'sht qiladigan yet bir ekan. U birda ham keluvdik. O'tgan yil, как раз 1 yil oldin keluvdik. Yana shu yerga keldik, shu bo'yin go'sht yegani. Keldik. Lekin men yeolmadim, yemayman go'sht. Ja suymayman demoqchiman, yeyman. Unchalik yoqtirmayman. Yo'lda mesela marojna chiqib qoldi. Anjan marojna deb yeyishdi. Marojnani ham yoqtirmayman. Marojnasini ham yeganim yo'q. Mesela qilib qolganlar iloji bo'lsa 2 tada yeylik deyishdi. Yaxshi ko'risharkan, yoqtirisharkan, shirin deb maqtashib mazza qilib anjan marojnalardan yeyishdi. Shunaqa qilib birpasda kecha ham tushdi, qorong'i ham tushib qoldi. Endi go'sht yegani ketyapmiz. Orada yetmasimizdan aytib qo'ydim qayerga ketayotganimizni. Shunaqa qilib havoylar boshqacha, bir bilmayman, nimalardir boshqacha haligi sizlar tomonga borsa odam qandaydir mazza qiladimi, bir boshqacha bo'ladi. Shunaqa har doim mana shu O'zbekistonga o'tsam boshqacha bo'laman. Shu nimalar boshqacha bilmayman-ku, atak shu boshqacha bo'laman. Sizlarga o'tsam, "Aniga nima deydi? Xotirjamlik bo'ladimi?" Ashaqada anaqa tushuntirib bera olmayman. Ashaqa bo'ladi. Ashaqa qilib O'zbekistonda ham aylanib keldik. Kech kirganda qaysi boqqa borishni ham bilmadik. Asha 2 ta Damas bo'ldik, asha Damasdagilardan so'rab haydovchilaridan bordik. Keyin eplab uyet berlardi. Ko'rib keldik. Bir sanaqa manzarali joy ekan. Kechqurunda uyet berlar uncha ko'rinmadi. Shunaqa qilib go'shtlarni olib kelib berishdi. O'zi rosa yumshoq pishibdi, yog'lari chiqib, zo'r pishibdi. Karamlari, piyozlari, suzmalari bilan berdi. Shakaroblari, shakaram, suzma, shakaroblarni men yedim, go'shtini yemadim. Non bilan ishta qilib eplab u yerdan qorin to'g'izib, keyin bitta boqqa boraylik endi. Eplab deb. Keyin bitta boqqa olib boringlar dedik. Yana bitta boqqa olib borishdi. Bilmayman, bog'ni ham atini bilmayman. Mana shunaqa hamma yo'q yonib turar ekan.
Bu bog' ham katta ekan, ishonsanglar. Bu bog'da ham u yog'idan boshdan oxirigacha borgunimizcha yopilib qoldi. Soat 10 уже svetlarni o'chirishar ekan. Narsa qilib bolalar, yosh bolalar nimalariga tushib ulgurgancha tushib olishdi. O'zi kech o'tdik-da. Borgunimizgacha o'zi kech bo'lib ketdi. Narsa qilib kech qoldik. Endi biz o'zi kattalar bu narsa o'ynarmidik. Chalpalakka chiqim keldi. Hamma nima bo'lsin, o'ynavotsin, keyin oxirida chiqamiz deb men chiqaman deguncha yopib qo'ydi. O'chirib qo'yishdi, to'xtatib qo'yishdi. Hey o'zsin deb keyin hech nimaga tushmadim, kelardim. O'zi ham sizlarni nimalarchi, attraksionerlar, misol mana uni lotka ham juda baland uchirar ekan. Men chiqmadim, o'zi chiqmasdan chiqmasam ham ko'rinib turibdi-da. Rosa baland, rosa qattiq uchirar ekan. Bu ganda ham bitta bog'da 4 ta ko'rdimmi, 5 tamikin ko'rdim. Qaranglar balandga uchirishini. Juda ham ko'p ekan. Rosa chaqir qilib rosa uchishdi yoshlar deb qo'yim. O'sha qilib ularga qarab, ular uchsa biz uchgandek bo'lib. Yana keyin chiqqanlar chiqishib, uchishib, xohlagan narsasida. O'sha qilib yurdik. Men qo'limda bolam bilan bu narsaga ham chiqib kelmadi. O'zi kech bo'lib qoldi, charchab qoldik. O'sha qilib bolam yetalab, u yoqdan bu yoqqa yurib o'tkazdim vaqtni. O'sha qilib o'ynashdik, kulishdi, vaqt o'tdi. Shunaqa qilib O'rga kelganimga 1 oydan ham oshibdi. Ketishimga ham oz qoldi. Shuning ichida zo'rg'a 2-3 ta video qo'ydim, ishonsanglar. Qo'lim bo'shamadi. Yana qolgan videolarda ko'rishguncha xayr, qo'llab-quvvatlab bir like bosib, kommentariy yozib turinglar. O'zbekistonliklar, sizlarga salom, kommentariyni to'lg'izib yuboringlar.